hech qachon 10 kun bormaganman doktorlarga. Yo'q. Ha. Nimaga siz 1-2 kundan keyin baribir o'sha og'riq, o'sha yursam og'riverardi. Natija bo'lmasdi. Baribir og'riyapti deb bormasdim. Ikkinchi, uchinchi kundan уже Xudoga shukr sezdimda. Bo'ldi. Tushunarli, O'zbekistonda biza qilgan narsa ikkita joyda qilinadi. Beldan oyoqqa qarab og'riq bergan. Ikkita oyoq belgilab qo'yganman. 10 kun lecheniya oldingiz. O'zgarish qanaqa bo'ldi? Voy Xudoga shukr, yaxshi og'riqlar qoldi. Xudoga shukr. O'zgarish sezdingizmi? O'zgarish sezdim, sezmasam kelmayman-ku. Yaxshi. Yaxshi. Ma'lumot bo'ling. Boshqalarga maslahat berasizmi, bermaysiz? Kelishdi. Voy beraman kelsin. Qanaqada bo'larkanmiz? Operatsiya shu, lecheniyalar. Yo'q, biz operatsiyasiz davolaymiz. Operatsiyasiz davolash. Kelsin. Kimda grija bo'lsa. Endi o'zingiz boshingizga o'tkazishga bizda lecheniya olib ko'rdingizku. Biz bir marta o'sha boshqaga borib yurardim, shu mana qolmasdi. 1-2 kundan keyin yana og'rib bor. Biz juda ham ko'p narsa qilamiz. Juda ko'p narsa qilamiz. Voy, o'shancha keldim, mana to'liq.